Qaytib keldingmi, Fiolina? Men bu raqni ağaç geldim. Çıraylıqmı? Yaman emasken. Marko qani? Sen ketishingil aqlingdan chiqib ketgan. Ha? Ami diyor. Marko o'zini besivasi bo'ladi. Moridi efendim onun opsini tepişiq yordam bermoqchi bo'ldi-ku. Fiolina. Ami diyor. Lekin soqlaverishkim bo'lmaydi da. Aldirash behojat. Kengash a'zosi aniq gap qildi-ku. Dadam bugun berib yana surishtirmoqchi bo'ldi. Men bundaq kutayverishga chidamog'idekman hada. Markoga yordam qilish kerak. Angladingizmi? Ko'nglingni tushunaman. Lekin Markoning sabrchan bo'lishini kutishimiz kerak-da. Hada. Bo'ldi qig'in. Moridi efendim cho'qim xabarni ep keladi. Buenos Aires. Bunun o'rtasida Buenos Airesga bağlı bo'ladi ekan. Balkim fizik efendim dadamning xetini topshirib olgandi. Mana, chiq. Ma'qul. Mana, yo'qol, tez. Chiqasan bo'lmadimi? Mang degandika chiq. Voyjon. Bu sening yotoqxonang yoki oshxonang emas. Berib, ovyadiya, mang. Tez yo'qol. Onu bilaman. Lekin men bu yerda birdan uxlaydigandim shu. Birdan uxlaydigandim. Undaq bo'lsa, o tarafdagi ig'ilga kirib uxla. U yerda quruq o't cho'p degan tayyor. Rohatlanib uxlaysan. Mang, tez yo'qol. Quruq o't cho'p. Rahmat sizga. Mang, tez yo'qol. Rahmat. Shuna qilay. Ey, bu tunigan kishak chiqku. Mang, tez yo'qol. Voyjon. Bu yerga ikkinchi dastigacha bo'lma. Agar yana tutib olsaq, jarimon to'laysan. Rahmat sizga. Ey, shokchik, senmi bu yerdan tez ket. Ha? Aslida senmi osh qiyri bilan birkansan-da? To'xtag'in bolam. To'xtag'in. Sen o mang chetilib qolding, kajurgin. Buning hammasi mening kasobatimdan bo'ldi.
sening mu vokzalda uxlug'ing bormidi? Uyag aptap nat yaxshi shudu, bek rahat. Ajab usidim ha. Oy. Biroq xotirjam bo'l. Yanchug'imda azroq pulim bor. Biror do'konga berib limon suvi ichayli. Qandaq? Sendan kechirim so'rg'anim bo'p qolsin. Qandaq bolam bo'lamdi? Oy. To'xta. Sen meni unutib qoldingmi? Yiliq kuni bog'chida sen menga bolgi berganding-ku. Ras. Bo'ldi. Bu ishni tilgan mayli. Qara, menda bir az pul bor. Ana ov udildagi do'konga berib ichayli. Tatinma, ha? Kirgin. Hergiz tatinmag'ana biz bu yerda birdam dam elib olayli. Ay, Sivilasha, bu mening do'stim bo'ladi. Ay, buning hergiz so'g'uq muomala qilmagan, ha? Sening do'sting? O qalanda, men sana mening do'konimga ikkinchi qadam bosqichi bo'lma degandim-ku, ha? Malin qara. Bugun mening pulim bor. Mening pulim bo'lgandan aziz mehmon bo'laman-da. To'xtama. 2 stakan limon suvi, ilmonroqdan bo'lsin, ha? Limon suvi? Senmi shuni ichamsa? Bugundan boshlab, hozirdan boshlab men aroq ichmayman. Aroqni tashladim. Bu dunyoda pulli bo'lar ekan, yalmavizmi farishta bo'la oladi. Shundoq. Hozir menda pul bor. Garchi bir stakan limon suvi bo'lsa-mu, mehmon degan mehmon-da, xo'jayin. Shundoqmi? Sen bizning qandoqlarcha sargardan bo'lib qolganligimizni bilging bormi? Ota-onasidan yetim qolgan, shunlashqa tashlandiq bo'lib qolgan deganlarni anglag'im yo'q. Yo'q, men To'xtab tur, Ba'zilar sargardonlar bak erkin deyishidi, lekin biz dardimizni kimga aytamiz? To'g'ri, men sening ismingni bilmaydi ekanman. Sening isming nima? Mening ismim Marsey Asturo, ispaniyalik. Sening isming nima edi? Qani deb baqa, ha? Marco Roshi. Marco Roshi. Ey, xo'jayin, yana limon suvi keltiring. Mana. Undaqda sen Italiyadan kelsan-da, ha? Shundoq, opamni izlab kelgandim. Qandoq bo'ldi? Hozir o'zimni bilmayman. Opam bu yerda emaskan. U Qiziqkansa, opam bu yerda bo'lmasa, bu yerdan izlab nima qilasa? lekin men mehrli tog'amni cho'qim tepishim kerak. Mehrli? Oy. Uni topsamla opamning nahligini bilalaydim. Nima? Opangning nahligini? Sen davatgan Mehrli Italiyalikmi, ha? Lekin u ismini o'zgartib, yo'shirib yuribdi. Uni tepishning amali bo'lmayotdi. Opam og'rib qolgan bo'lishi mumkin yoki o'lib ketgandi. Lekin men har yerda o'qirib yurib, uni izlab yuryapman. U Italiyaga ketgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, Marko, bir ish yodimga kelib qoldi. Men ketay. Sen aldirmay ishkin bo'lamdi, ha? Keyin ko'rishib qolamiz, ha? Aldirma, sen aldirmay ishib qaytqin, ha? Xayr xo'sh, men ketdim. Marko, bay sen o'zim yolg'iz deding, shundaqmi? Rostli yolg'izmi? Boshqa odam yo'qmi? Undaqda xeyli jafo tortibsan-jimi? Amsi men ketdim, ha? Xayr xo'sh. Marko, qandoq qilay deysan, ha? Aytib baqa, qandoq qilmoqchi? O'zimni bilmayman. Sen cho'qim yiliq tog'ongni izlamsa, ha? Boshqa amal yo'q. Gerçi u eski odam bo'lmasimi, lekin nurg'un kishilarga qarzdor bo'lib, pulni to'layolmay vayron bo'pti. Nima deding? Boynuz ayriski kishilar uni yaxshi odam deyishidi. Laos Atskotsiga bir odammi? Borkadagi fizik mayxonasiga doim boradigan tog'lam shundoq deydi. U rostli yaxshi odam bo'lsa, meni uni izlab kelganimni anglasa, u cho'qim meni izlab ko'rishidi. Shundoqmi tog'a, a? Shundoqmi? Gap qiling, a? Uni Burankada deb kesib yeta olamsa, ha? Uni Burankada ko'rganlar borkan, Italiya elchixonasidagilar shundoq deydi. Shundoqmi? U jazma Burankada.
Undaq bolsun ayt yaxşı. Onu çoxum tapqılı buludu. Əmsi mən ketay ya. Sizga nim bo'ldi, Astoro efendim? Ha? Nim bo'ldi? Mijozunuz yo'qmi? Yo'q, mijozim o yo'q emas. Astagfirullah. Bununğa nima desem bola? Ey. Rastını aytganda Marko, bularning ism familiyasi o'xshash bo'lish kerak. Sen degan yiliqi Francisco Merli, to'g'ri. Meyli tağam tanımsiz? Yo'q. Bir qatimli ko'rishgan. Astoro efendim, isim familiyasi o'xshash bo'lsa, buning nariligini deb bergan bo'lsangiz. Efendim, Anlagandan keyin ümidsizlanma, sen izlagan yiliqi Francisco Merli 20 oy ilgari o'lib ketdi. Shundoq o'lib ketdi. nima? O o'zini Probito deb atib olgan. Anglashimcha u Italiyaning Ginoya shahridan ekan. Buenos Airesda nayt cho'ng so'li qipti ekan. Lekin mag'lub bo'lib oxir bu yerga kelib qapti. Garchi qo'rqinchoq bo'lsa-mu, yaxshi odam edi. Meyli tağam o'lib ketdi. Endi opamning xabarini olamaydigan bo'ldim. Hech kim uni tonimaydi. To'g'ri, bir ish esimga kelib qoldi Marko. Sen soat 3 ga saqlab tur, bo'lamdi? Bir odam bor, u Merlini yaxshi biladi. Balkim uning yiniga borsaq, opang to'g'riliq bir oz jip uchiga ega bo'lib qolishimiz mumkin. Shundoq bir oz jip uchiga, bo'lamdi Marko? Rasma? Xudo nisib qilgan o'xshaydi Marko. Soat 3 kishi men berib kelay. Sen musha saqlab tur, bo'lamdi? Shundoq bo'lsin. Bir yoq ketma, ha? Sen uni ishkash tur, ha? Men hozirlik kelaman. Xayr xo'sh. Kengash a'zolarining hammasi Moridi apandimning teatrxona silish planini qo'llaydi ekan. Shunda hammasi qo'llaydi ekan. Andiki gap teatrxonaning o'rnini bekitish. Har qaysi hay'at a'zolarining oldida men mardonlik bilan fikr bayon qildim. Teatrxona degan madaniyatning simvoli, shunga u albatta shaharning markaziga silinish kerak-da, ha? Dada, Marko'ning apsini aytishchu. Nima? Ularning Marko'ga yordam qilishni aytdingizmi? Bu aytishni aytdim. Lekin qandoqli bo'lmasin Marko kelar yili teatrxona tutganda mangdi. Shundoq bo'ladi balam, ha? Dada, Marko'ning apsi cho'qim og'rib yetib qolgan bo'lishi mumkin. Bilaman. Moridi apandimni izlayotdi. Biz hadisla talab qo'yiversakmi bo'lmaydi-da, Fiolina. Amidio. Marko. Moridi apandim degandan keyin opangdan ansiraversangmi bo'lmaydi-da, Marko. Nim bo'ldi Marko? Meyli tağamning xabari aniqlandi. Opingizdan-chu. Sen Mirli apandim bilan ko'rishdingmi? Yo'q. Marko. Meyli tağam o'lib ketibdi. O'lib ketibdi? 20 oy ilgari kasal bilan o'lib ketibdi. Undaqda opangizning ishi-chu? Saat 3'te hiliqi Astoro efendim ko'rishayli deydi. Lekin men Xapino efendim, agar hiliq kishi bilan ko'rishgandan keyinmi opamning xabarini ololmasam, Italiyaga qaytib ketaymikin deyman. Marko. Bu Marko, ko'nglingni tushunishga bo'ladi. Kech bo'lib ketdi-ku. Saat 3'te mishat ko'rishmoqchi bo'lganmi? Efendim, saqlagan bilanmi beka unda odamlarning gapiga ishongili bo'lmaydi. Bu nima deganingiz? Azroq haraq puli tepish uchun og'ziga kelganini deb qo'ygan nima? U degan bir haraq kash qarang. Uni bu atrofdagilarning hammasi biladi. Rost shundoq. Mandaq odamkanda. Shundoq bo'lgan taqdirdimi? Menga nisbatan opamning xabarini bilish yaxshi ish. Bugun bekor saqlabdiq Marko. Lekin uning kamiganligida cho'qim bir sabab bor. Shuning qaraganda Merli o'lmagan o'xshaydi. Uning kamiganligida cho'qim bir yaxshilik bor.
Şundaq emasmı, Marko? Ha? Men özüm birdem saqlap baqay. Marko! Xo'jayin, Astoro apandim buni sizga avatdi. Esimde kalışça onu mendi ağır çarvıçılık meydanıdaki bir kichik öyde olturdu devatkan. Bu hariti bilen aş kichik öyne tapqılı boludu. Bu yerden qanchalik jiroqliqda? Jıq bos 6-7 kilometr kele. Meningçe bağan bilen mo paydası yok. Berip baqandıq. Men ketay. Fiolina. Marko, ko'nglingizga gammang. U siz uchun qayg'uryotidi. Nim bo'ldi? Ro'ying tushibli ketibdi-ku. O seni bo'shishib ketma debdikan-ku, ha, Marko? Siz Marse Astro efendimmi? Şundaq. Marko Roshi. Bu kishi Xapino apandim boludu. Xapino efendim. Yaxshimisiz? Men tağı Marko öz yalnız oxşaydı depdi men. Qaraganda evatgan xetimni topshirib opsizlarda. Qani kiringlar. Qani kiringlar. Anlasam siz Francisco Merli efendimni tanıydı ekansiz, shundaqmi? Shundaq tanishqili uzun bo'lmagan. Marko, sana bir narsani ko'rsatay ya. Mana. Tutay, mana buni ko'rib baqqin, ha? İçip ko'rib baqsam bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Opamning xati, opamning pochirkisi. Opamning o'z qo'li bilan yozgan xatiga. Bertolo, Marko, yaxshi turgansizlar. Tonio uy kelib turyotamdi. Bu xat sizlarning qo'linglarga kechikib tegishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, men o'tganda yozgan xatimda aytgan xizmat masalasining hal bo'lganligini xushallik bilan sizlarga yetkazmoqchiman. Ish haqqim yuqori. Sizlar anglasanglar cho'qim xushal bo'lasizlar. Yangi ish o'rnim Meli tog'anglarning uyiga bakmi yaqin. Laos atis ko'chisi 7 nomerli qora. Laos atis ko'chisi? Iliqi do'konba ko'chishi yo'q deyman, ha? Xatni yana Meli tog'anglarnikiga avatdinglar. U menga ko'p yordam qildi. Xat yozganda uningga rahmat aytib qo'yinglar. Marko, qaysi uyda ishlayotganligini yozmabdimi, ha? Men anglagandim. Maykins degan bir agronomning uyida ishlaydi ekan. Shundaq. Laos atis 7 nomer. Maykins, shundaqmi? Shundaq. Marko, pek yaxshi bo'ldi. Oxir opangizning adini topdingiz. Bu xabarni tezroq Fiolinaga yetkazay. To'xtab tur, Marko. Sen Buenos Aires qaytmoqchi bo'lsang, kira pulini
Xo'shalliqda bu ishni unutib qolgan tasliq qaptimiz emasmi? Pul degan bog'u. Ha? Uning opsi xat bilan avatmoqchi bo'lgan pulni merli bir kishining uyiga qo'yib qo'yibdi ekan. Bugun izlashga ulgurmadim. Poyez manga cho'qim akab beraman. Xotirjam bo'l Marko. Bo'lamdi? Cho'qim akab beraman. Kira puli? Shundoq, Buenos Airesga boradigan poyez mangadi. Biz ertagan ko'rishgan bekatdan. Pulni men cho'qim sizlarning yotoqqa olib berib beraman. Balduroq berib, opang Anna bilan ko'rishkin. Bo'lamdi? Astoro efendim. Bugun mishagi so'zlashayli. Belki yerib ketdim Marko. Opangni ko'rganda meni salmim yetkazib qo'y. Bo'lamdi? Shundoq bo'lsin hamsa. Rahmat sizga Astoro efendim. Kechiring Xapino efendim. Apam Buenos Aires'te bo'lgandikin Borankaga kelmasakmi bo'pti-kan. Sizlarni bek avar qildim. Men Kerak yo'q. Ilm yaxshi, endi bizning yangi teatrxonamiz bo'ladigan bo'ldi. Rosa ishlaydigan bo'ldik, Marko, Shuncha shiraqdan kelganga tushliq opangizning xabarini ola oldingiz. Endi opangizning quchqig'iga o'zingiz otadigan bo'ldingiz, Marko. rahmat. Rahmat Xapino efendim. Nima degan xatarlik, Bekli gumonliqchimi? Gumonliq? Yo'q, faqat biroz gumon yeshilmayotdi. Shundoq yeshilmayotdi. Marko'nun apısının adresi ahire tepilidi. Marko Xapino ailesidagilar bilan xo'shlashmoqchi bo'ladi. U cherkovga berib duo tilovat qiladi. U Xapino ailesidagilar bilan keyin yana uchrashishni tilaydi. Fiolina Marko uchun duo tilovat qiladi. U taqdirning Markoga chaqchaq qilmasligini tilaydi. Buenos Airesga boradigan poyez qo'zg'alish oldida turadi, lekin Astroning soyisimi ko'rinmaydi. Keyingi qitimda xayr xo'sh boranka degan qismini ko'ringlar.